Yana bir marta xayrli tong, aziz teletomoshabinlar. Biz jonli efirdamiz. 7 dan 45 daqiqa o'tib borayotganini ko'rsatyapti va barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Hozir mening qo'limda mana bu wellness pack ayollar uchun maxsus va nima ekanligini hozir tushuntirib beraman. So'nggi paytlarda endi havo harorati pasayishi munosabati bilan immunitet tushayotganini sezyapman va o'tgan hafta juda qattiq shamolladim. Shuning uchun ham mana shu vitaminlarga murojaat qilishga qaror qildim. Ularni ichib immunitetni yana ham ko'tarishingiz mumkin va shamollamaysiz hozir. Sizlarga ham albatta mana shu vitaminlarni ko'rsatib, sinov tariqasida ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rib turibsiz, taom iste'mol qilayotgan payti ularni ichish kerak. Hozir biz nonushta qilamiz. Pirog pishyapti duxovkada. Marhamat. Mana shunaqa. Endi kasal bo'lmaymiz va studiyaga e'tibor